Güzel balıklarla yaşayan yetişkin balık. Şimdi video tutalım. Onun dersini videosu ko'ramiz. Eslatib o'tmoqchiman. Biz yana o'sha dahshatli darknet saytiga kirib qotil klonni chaqirdik. Lekin u klon o'rniga biz chaqirmagan klon kirib keldi. Va u klon ismi Isabella. Va bizani hayron qoldirgan narsa klonlarning boshlig'ining o'g'li Pumba. Betiga Kim bu? Maqsud. Shunda bizga birdaniga ikkita klon hujum qilyaptimi? Qara, hozir bu ikkita klon emas. Birinchisi Goblin, Podol deydi. Keyin mana bu qiz klon. Yig'lab bilmayman, balkim hozir uydadir, balkim tashqarida. Chunki hali Sejondan yo'q. Va uchinchisi mana bu keldi. Qanaqadir, mana qara. Ko'rdingmi sen o'zi kadrni? Da. Mana qara. Semus. Bu aniq klon emasmi? Qaysi? Saytdan chaqirdik, Semus. Ismi cho'chqamidi, nima edi? Pumba edi, Pumba. Stop. Bo'ldi. Kameradan qaradik. Mana shu Semus ismi Pumba. Pumba degan klon keldi. Endi nima qilamiz? Mana hozir olsam, eng qiziq u hozir uyi ichida. Eng qiziq chimadan ham pastda, ha? Kim? Kim? Man tashab keturlaring mani shunaqa, xo'p? Brat, ana u Semus klon bilan birga kelib olgan Gambit. Gambitdagi aniq sizmisiz? Ha. Bilan hozir yuzni ham ko'rolmaymiz. Tashqaridan kameramiz yo'q, bilan. Voy, bilan zo'r narsa bor manda, ochgin ishingni. Nima? O'yinchoq manda, jigar. Stop, o'yinchoq otdi. Voy, aytgan shoshma o'yinchoq bilan otaverdi ham. Ko'rsin. Все. Hop, kir, tez kiring. Bu mayli, bu pastiga kim? Ya bilmayman, siz chaqirgansiz. Siz emas, okey, biz boy chaqirdik. Sirastim ko'rib o'tdi. Mana Gambit degani qaranglar, haridan kayfiyati zo'r. Mana jigar qara, men aytdim, qildim. Mana masalan, what the hell? O'yinchoq sanga mana. Hop, qarang, hop. Hozir bu o'yinchoqcha nimada chiqish kerakmi? Men bu o'yinchoq o'tkazar yoruvdim, to'g'rimi? Shoshma, mana yirtilgan joy turibdi. Mana yirtilgan o'yinchoq uchun nimadir bor. Aytilgan narsa shu. Da. Yo'q. Ko'zmi? Sassiq lekin mana bunaqa narsa. Nima bu? Teshigi ham bor ekan, bu bo'yinga osadigan anaqa mana bundoq osib qo'yib. Bundoq turadi. Hop, nima qilamiz buni? Balki kitobda yordam so'rab ko'ramiz. Может, kitob yana bizga mana shunaqa vaziyatlarda yordam berar. Ya hop, bu qarang, va hozir men buni bu qanaqadir bu yeydigan narsaga ham o'xshayapti. Qulf emasmi bu? Tipo balkim yeyish kerakdir. Ishlab ko'rchi. Yapet. Mana shu Isabella. Ismini baland qildi, balkim ko'p qolmasin. Hop, mana. Ana, aytdim-ku. Stop, hop. Pastda bu haqida yozib qo'yildi. Buni o'qiymiz. Bu shunchaki tosh emas, balki sehrni kesadigan tosh. Biz omon qolsinlar. Ya'ni men va sizlarning oldingizda faqatgina ikkitagina yo'l bor. Birinchisi bu YouTube videolarini yanada ko'paytirib, tezroq o'zim orzu qilib berish va sizlarga tip olib. Yo'q-ku. Mana bundan chiqib ketganda, Gambitga chiqarib yubordingizmi siz? Chiqarib olmadingizmi? deganim yo'q. Ular bo'lmasa hozir uyga chiqmagan bo'lsa-chi. Bo'lib siz uyga qarab o'ylaysan bu yoqqa. Do'stlar, bu klon xohlagan joyda bo'lishi mumkin. Yo'q, hech kim yo'q. Mana bu yoqda-chi? Xo'sh, tashlanib qolsa ehtiyot bo'ling, brat. Hech kim yo'q bu yerda. Okey, omon tepada bo'lsa, demak, znash tepani qariydi o'zi. Ilisha eshitiladi. Menimcha tashqariga shu qochib ketgan klon. Xo'sh, do'stlar qaranglar. Xuddi shu payt men hozir bitta ish qilmoqchiman. Men to'p Eshikdan kimdir qarab turibdi. Menimcha yana qiz bola klon keldi. Nima? Gambitga o'zingiz gaplashing u bilan. Siz yaxshi Ha, kelishasiz. bu qiz bolami? Qaranglar, bola. Chiqmang, brat. Kim bu boshi klon? Eng qiziq chimadanga qarab. Bular bola qaranglar, bola. Gambitga vaqt keldi. Tez kel. Qaranglar, bola. Bular chimadani mashti biriktiramiz. Gambitga shunisi Pastga bo'lib qo'y, bundoq qilib. Ha, faqat iltimos chimadan shotan ishimni sotmaydi. Yo'q, derazani. Qani? Yo'q o'zi. Nima qani? Yo'qmi qolmamchi? Yo'q, qani? Ketgandir, chiqaylik tashqariga. Shoshma. Bu o'sha klon o'zi aniq. Xo'sh. Mana kim o'chirib qo'ydi? Tegmaylar, iltimos. O'zi qorong'i hamma yoq. Mana. Da. Mana shu klon. Birga bir. Xuddi ko'ringlar. Yuzni oldingizmi siz? Ha, oldim. Faqat oynani orqasidan. Qani ko'ringlar kadr. Qatdan u do'sti ani o'ynamizni xuddi biz Derazani taqillatyapti u. Qarang. Qatdan mashina o'sib yotdimi? Da, o'sha yerda. Qatdan men ko'rmayman. Voy. Bunaqasiga.
Boltasi bilan bizani chop ko'rmoqchi bo'ldi-yu bu. Yutqizdilaring deydimi, ha? Bu bizani izdivatsiya qilyapti bu bor. Yutqizdilaring dedi, ichim shuvillab ketdi. Hop. Biziga nar. Ana. Ana. Oliyli kadrga. Oy. Gel sen yok. Kim seni? Menga qara, sendagi bolajonlaricha, qirsillatib siyib oyoq qo'llaricha sindirib o'ldirgim keladi. Bilasan, qulog'imga shunaqa yoqadiki. Iltimos. Menga qarash. Ikkinchisi bor. Do'stlar nima bu? Qo'y. Yo'q, hech kim. Do'stlar, вообще qo'rqib ketaman. Даже nima qilish kerakligini tushunmayman. U qanaqasiga derazadan kirib keldi bu yoqqa. Eng qiziq hozir operatorga kamerani berish kerak. Yashin. Ha? Ben o'zing bilmaysanmi semizlik? Hammasi qorimiz. Bu вообще g'alati klon. Nima bu? Qara, mo'qotdi u. Hech qo'yim seni. Ben tushunmayman nima qilish kerakligini. Ketdi yana. Bo'lmadi ketdi yana. Bo'lni tashqariga qo'yib ketdi, yordam beraman men. Mana shunda manzidagi suyuqlikni olsa, Ha-da. eslashinglar bo'yicha Yo'q, omaniga chalg'itdi. Qutulib qoldik, brat. Prosta hozir ketib olsa bo'ldi. Gamid aka! Bitta o'tish kerak shu. Yo'qol, Gamid aka. Yo'q. O'rtoqlar. Yana ko'zi oqarib ketdi. Men klon bilan meni tutishga yordamlashmoqchi edim. Men yana bir kichik birga ko'rishamiz. Va endi bo'lmasam yana o'sha dahshatli klonning oldiga qaytamiz. Nima qilsa bo'ladi? Eng qizig'i Gambit Byogunma Choq bor. Hop, biz bo'yincha kitob kerak. Ha. To'xtang, Gambit. Qanday? Tabakana bilan. Mana qara, qanaqadir qo'lli bomba.